Assalomu alaykum, Kaliforniya yomg'ir chuvalchang muxlislari. Mana bugun ozroqgina yerdan foydalansa bo'ladimi degan o'rtoqlarga, chuvalchang qilsa bo'ladimi degan o'rtoqlarga mana oddiygina ozroqgina joyimiz bor. O'shandan ko'rsatib o'tamiz. Bemalol daromad qilsa bo'ladi. Mana shu yerdan o'zidan ham yiliga 10 tonna biogamz chiqarsa bo'ladi. O'tgan yil biza 10 tonna yaqin elab sotdik tayyorlab. Inshaalloh mana shu yerda hozir 30 kvadratdan oshiq chuvalchangimiz bor. Chuvalchang mana oddiygina joyga mana 30 kvadratdan oshiq chuvalchangda o'zi ham 30 millionlik mahsulotimiz bor akalar o'rtoqlar. Mana chuvalchangni o'tkazish darajada o'rtoqlar. Hujum urug'lar o'ta sifatli darajada ishlashyapti. Qilsa bo'ladi. Ozgina joyga ham bemalol qilsa bo'ladi akalar. Ana kerak chuvalchang. To'ppa bo'lyapti chuvalchang. Boshlamay turganlar bemalol boshlashi mumkin. Joy katta kichikligiga qaramaydi. Mana shu yerda mana hozir 30 kvadratdan oshiq chuvalchangimiz bor. Bu degan 30 million degani. 10 tonna yaqin biogamz sotdik.